sizlar bilan Abu Let's Play. Bugungi videomizda hammaga mashhur bo'layotgan o'sha yangi o'zbeklarning o'yini UZB Parking. Bu o'yinda men sizlarga promokodlarni olishni o'rgataman hamda o'ynab maza qilamiz. Promokodlar boshlanishi mana bu joyda bo'ladi. Mana shu yerga kirib yozasizlar. Birinchisi 700 million beradi. Biz kattara bonus 3'te 7. Buni o'zim ishlatib oldim. Undan keyin bu yerda hammasi kattara yangilash. Buni ham ishlatib oldim men. Undan keyin qiz kattara Karimov. 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 Buni ham ishlatib oldim. Bu 100 ming beradi. Buni hozir ishlatdim. Mana 100 ming turibdi. Qolganlarga men mashinalar oldim. O'zi kirsangiz Matiz beradi. Mana bu joydan ham mashinalar beradi. Birinchi kunda 50 million, ikkinchi kunda Lacetti beradi, uchinchisida 150 million. Ko'rib turibsizlar, keyin M5 beradi. 911 turbo beradi. Bu yerda yana bitta promokod uz kattara UZB Parking. Mana shunda ham beradi, men ishlatib bo'lganman. Bu yerda mening mashinalarim Damas nomeri 161. Nexia 1 ni olmaganman. Вообще kerak emas ham. Nexia 2 497. Spark buni hozir yaqinda oldim. Buni ham olmadim, Lacettini. Nexia 3 ham olmadim. Cobalt olamiz buni. Cobalt yo'q, Gentra yo'q, bu emas. Malibu eng asosiysi Malibu, UZB 3'te 7 Malibu. Bu yerda Equinox, Tracker bular olganim yo'q hali beri. Lekin endi olaman. Mana bu yerda men eng qizig'i bu mashinani emas, bu K5 ni olmoqchi edim, lekin u olinib ketib qolgan. Men bu endi boshlaganimga attiga 1 kun bo'ldi. Mers olganman, lekin Mers ichi fukan. Men hali yangisi deb. Bu yerda geliklar bor. Olaverasizlar. Endi o'yinga kirib bir baho beramiz. Mersda mana haqiqiy haydaladi mana. Ertalabga kiramiz. Tuning qilsanglar ham bo'ladi. Men hozir tuning qilmaganman. Tuning qilsa ranglarini o'zgartirsa bo'ladi, spoilerlar, diskalar, hamma narsasini o'zgartirsa bo'ladi. Lekin eng qizig'i menga yoqqan tarafi bu Mersda. Ko'pchilik bu o'yinda Play Marketda yo'q, Telegram kanallarda deydi. Play Marketda bor. UZB Parking 500 GB joy oladi. Hozir zo'r joy oladi. Hali borganim yo'q, gigabayt emas, megabayt. Mana o'sha joy, bu yer aylana. Bu yerda bu o'yinda bemalol shashka-mashkalar qilib, shashkalar qilib aylanib yursanglar bo'lar ekan. O'zim ko'rsatib beraman. Bitta safar ishlataman, birinchilik suvga qizib. Burilishga kelganda tormoz bosib o'tmasanglar, mana holimni ko'rsataman. Do'stlar, tezroq menga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Tez aktivimiz o'ta tushib ketdi. Hamda men 5 oydan beri video chiqarmaganimga endi videolarni ko'p chiqarishni boshlayapman. Meni kechiring. Va Spark jinni bu. Bu tepadan ko'rinishi. Voy, urdim yana. Ursa hech bola bo'lmas ekan. Yaxshisi. Bo'lmasam hozir mashinam yo'q bo'lib ketadi. Undan keyin eng zo'r, eng maza qiladigan narsangiz bu yerda mana bu hozir ko'rsataman.
Mana shu yerda bitta narsa bor. Mana ashi. Mana qaranglar. Buni bitta izlashlar-da, mana. Bu basamishlardi, lekin nimadir bo'ldi hozir. Yo'lda ko'rsating. Bu yerda nomerlarni xohlagan nomeringizni 14 million so'mga to'plasangiz bo'lar ekan. Mashina uchdi. Uchdi mashina. O'zim o'chirib qo'ydim. Hattoki bu o'yinga 2 daqiqada kiradi. O'yinni sketch qilganingizdan keyin mana shu o'yinni tavsiya beraman. O'zbeklardagi ichlari ham haqiqiy Malibu o'shanaqalari ham hozir ko'rsataman. Ichlari o'ta zo'r ekan. Hozir ko'rsataman Malibu. Mana Malibu, mana Malibu. Bu yerda men polirovkasini sal kamroq qo'yganman. 3 ta 7 uzubi. Orqada bankalari ham bor. Bankani qo'yish tekin. Har bitta yurganingizda orqangizdan tutullar. Mazza. Full tonirovka. Ichkarini mana ko'rsatib bo'ladi. Rul nima buncha tez desanglar, sekin esinglar ham tez esinglar ham mana tez yurayotganingizda sekinroq buriladi. Sekin yurayotganingizga shunaqa tuyuladi, hozir katta yo'lga chiqadi. Mana hozir katta yo'lga chiqib qoldik, hozir ko'rasizlar tezlikni oshirganimda. Bu yerda animatsiyalar ham juda ham zo'r ekan. Menga juda ham yoqdi. Bunga 10 dan 10. Mana oxirigacha bossam ham mana janaqa bo'lmayapti. Ancha mashinalar ham tez yurarkan. Mana hozir yuk orqa tushib ketadi. Va ana tushdimi. Bu yerda mana shashka qilib yuradi. Car parkingdan ham zo'r o'yin ekan. Uzubi parking nomi. Hamma mashinani ko'rsataman. Mana nima bo'ldi? Mana do'stlar, Equinox. Bu yerda ancha tez yuradi. O'zingizlar bilasizlar-ku. Hamma haydagan bo'lsa kerak. Yo'q, men ham haydamaganman, chunki hali beri kichkinaman. Ichki salonni ham ko'rsatib bo'ladi. Hamma narsasi biriga bir. Katta trassada ham ko'rsatib. Ketdik. Bunda ham shu Malibuda qildim. Sekin. Shuni qaranglar. Tepadan ham ko'rsa bo'ladi. Ivo! Endi esa navbat o'sha mashhur Kobalatga. Bobur Mansurovdagi Kobalat. Mana o'sha mashhur Kobalat. Ya'ni bundan hech bo'lsa yetmayman. O'zingizlar ham ko'rdinglar. Endi so'qo'yman. Ruli biriga bir, monitorlari hamma narsasi biriga bir ishlangan. Bu o'yinga tezda kirib Play Marketdan 10 ta yoki 5 ta yulduzcha bosinglar. Hammasi yaxshi ko'rgan o'zbek mashinalari, chet mashinalari bor. BMWlar ham bor. Lekin bitta muammosi bor ekan xolos. Tezlik ko'rsatgich tepadagisi rulni tepasidagi ishlaymiz. Lekin chotki uni hisoblaymiz. Endi esa navbat Cobalt'ning ashaddiy raqibi Gentraga. Gentra Brubesh. İçlari ham, vo, Gentraning vashi birga bir ekan. Ruli ham hamma narsasi, tezlik ko'rsatkichlari ham yonib ishlamayapti. Chotki bosadi bu ham.
kirib o'ynab ko'rib, nechagacha chiqishini bilib olaverasizlar. Lekin men hozir o'sha mashhur legenda o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Yana bitta navbat. Hozir nimaga ko'p ko'rsatmayapman, chunki ulgurmay qolaman. Spark ichi qanaqa bo'ladi? İçi yo'q. İçi nimaga ko'rsatishmayapti? İçini ko'rsatishmagan. Mana tog'anda bormi damasmi sangamas degan o'sha mashhur Damas. Shinalar ham cho'kki. Hamma Inamarkada yuradiganlar eng birinchi mashinasi Matizjon. Eng zo'r. Matta bu. Bekvansda mattasi. Endi esa Captiva. Menga ham yoqadi bu Captiva. Uchini g'alati-yu. Nima? Captiva ruli o'zim chiqqanmi? Hamma mashina to'plab qo'yibman. Captiva ikkinchisini ko'rdik. Bu Kia'ni ham ko'rib qo'yamiz. Hoppa. İçine Kia koydum ben. Ha böyle yanına mı? Kia'nın hiç görünmeyapti. Kia'nın ham hiç görünmese gene. G'alati. O'zi Kia'ga shu yaxshi olmasda mana nervski. Uchta yetti zzz qqq. Shunaqa. Dilimiga biz hazillashadi. Dilimiga ham o'zi menga vizit qilishadi. Va hozirgi mashinalarimiz tugadi. Do'stlar, sizlarga sog'lik, salomatlik. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Sizlarga xayr emas, aksincha ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'zingizni izohingizni yozib ketinglar. Yana keyin qanaqa promo kodlarni ham yozishni aytib ketasizlar. Xayr.